هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Asr tafsiri 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende dehqonlarga Ibn Kathir rahimahullohning Qur'oni Karim tafsiri Uyg'urcha tarjimasi Asr surasi 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Sura Asr Mekke'de nazil bo'lgan 3 oyat. Amr ibn As'ning mush sura orqali Qur'onning mo'jizelik bir kitob ekanligini tunib yetganlik to'g'risida. Olimlar bundoq bayon qilishgan. Payg'ambar alayhisalomga payg'ambarlik kelib bo'lgandan keyin va Amr ibn As texi islomga kirishdan burun u payg'ambarlikni da'vo qilgan Musaylima kazzobning qishig'i keldi. Musaylima uningga mushu orliqda hamroyinglarga, ya'ni payg'ambar alayhisalom demoqchi, nima tushirildi deydi. Amr ibn As Musaylimaga haqiqatan uningga qisqa, lekin nihoyatda balog'atlik bir sura tushirildi deydi. Musaylima u qaysi sura deydi. Amr ibn As uningga sura Asrni o'qib berdi. Musaylima bir az o'ylangandan keyin "Menga shuning o'xshash bir narsa tushirildi" deb ey vabri, sen faqat 2 quloq va ko'ksidan iboratdirsan. Qolgan yerlaring to'shik va cho'qilgandir deb bo'lib, ey Amri, buni qanday qaraysan deydi. Amr ibn As uningga Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, shak shubhisizki sen mening o'zingning bir yolg'onchi ekanligingni biladiganligimni albatta bilasan deydi. Men Abu Bakr Xaroitining axloqlarning nachar taraflari degan nom bilan mashhur bo'lgan kitobining 2-tomida mushuning o'xshash bir qissasini bayon qilganligini ko'rdim. Musaylima o'zining mushu ahmoqona so'zlaridan Qur'onga qarshi to'g'idek bir narsa to'qimoqchi bo'ldi-yu, lekin u to'qigan u so'zini hatto shu zamondagi butga ibodat qildigan bir kishining oldidami axtira olmadi. Tabroni Abdullah ibn Habs Abu Madinining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mubodo 2 sahoba uchrashib qolsa, biri yana biriga sura Asrni toki oxirigacha o'qimag'icha, ondan bir-biriga salom qilmag'icha ayrilmaydi. Imom Shafi'i rahimahulloh, Alloh taolo uning rahmat qilsin, agar kishilar bu suraning ma'nosini yaxshi tushunsa va bu vaqtda yaxshi o'ylansa, bu sura ularga albatta yetarlik edi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Zamon bilan qasamki, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa hamma odam cho'qim ziyonta ichidadir. Zamon bilan qasamki, mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, insonlarning harakatlari yuz beradigan zamon bilan qasamki. Malik Zayd ibn Aslamning oyatdagi zamondan kun egilgandan boshlab kun kirib ketkichi qadar bo'lgan oraliq ko'z tutildi deganligini rivoyat qiladi. Lekin oyatning ilgiriki ma'nosi kuchliroqdir. Ya'ni Alloh taolo dillari bilan iymon etgan, ibodat qilgan, yaxshi amallarni ado qilgan,
harom ishlarni tashlagan, musibatlarga va kishilarni yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sish jarayonida ulardan kelgan aziyatlarga sabr qilgan kishilardan boshqa hamma insonning haqiqatan halokat va ziyon ichida ekanligiga zamon bilan qasam qildi. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Asrning tafsiri tugadi. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.